Mayli shu lokatsiyada joylashgan xonadonlar uncha-munchasi yoqtiravermas ekan. Nima sababdan? Odamlar ko'p mashina qo'yishga joy yo'q deyishar ekan. Endi sizlarga men tangan ikkinchi tarafini tanishtirib o'tmoqchiman. Plus taraflardan bitta gaplashaylik. Davlatimiz tomonidan qurilgan ayni shu 16 etажkali domlarni komfortiga bitta e'tibor bering. Detskiy plashatkasini o'zi uncha biznes klassidagi domlarnikidan kattaroq, kengroq va qulayroq. Undan tashqari qulayliklariga mana bu yoqda maktab, bog'cha, chastnisi deysizmi, davlatniki deysizmi, hammasi yonida. Stomatologiya, saltaroshxona, xullas bozorcha hamma qulayliklar bitta kvartalda o'zida mujassam. Va eng katta plyuslaridan bittasi 1,5 ostanovka narida joylashgan 5-bekat metroyimiz. Ya'ni biz Sputnik 16A ga kelganmiz. Eng katta plyuslaridan bittasi esa bu yoqda uylarning narxi ancha arzon narxda. Ayni shunaqasini hozir sizga obzor qilib beramiz. Biz hozir 3 xonalilarning ichida eng katta proyektiga yetib kelganmiz. Narx 92 kvadrat metr tashkil qiluvchi xonadonimiz bo'lyapti. 16 etajli domimizning 5-qavatida joylashgan. Endi esa bu proyekt bilan bitta tanishtirib o'taman. Bu xonaga o'tganimizda mana bu yog'imizda zal bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek do'stlar, kattaligini ko'ryapsizlarmi? Keng, katta, bemalol mehmonlaringizni mana shu xonada kutib olsangiz bo'ladi. Bu yoqqa o'tganimizda esa detskiy xonamiz farzandlar uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Bu yoq ham razmerlari bo'yicha uncha spalnidan ham qolishmaydi. Bu xonamizga keladigan bo'lsa, bu xonamizda yana bitta spalni xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Eng zo'ri bu proyektda xonalar razdelniy skvoznoyligi bilan ajralib turadi. Endi esa bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsa, do'stlar, bu yog'imizda mana samozel koridor kengligini ko'ryapsizlar, vahshiy mazada. Eng zo'r proyektlardan bittasi. Bu yog'imiz mana vanna xonasi. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu yog'imiz endi hojatxona. Eng qiziq joyi bu oshxona. Anaqa ayollarning eng yaxshi ko'rgan xonalaridan bittasi. Bu yoqda ham bemalol o'tiriladigan zonangiz bor. Xullas Sputnik 16A da joylashgan, 16 etajli domma 5-qavatida joylashgan 92 kvadrat metrdan iborat uyimizda narxi 79 ming so'ralyapti. Shoshib qolinglar, bunaqa hozir narxlar yo'q bu yoqda.